Assalamu alaikum. Uyghur televiziyasının aziz görünmenleri. Tor televiziyasının söhbet programmasiga hoş geldinglar. Bugün biz Gollandiyada yaşayatgan Alim Turdi efendim bilen söhbet elip barmakçı. Alim efendim, kanalımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tor televiziya söhbet programmamızga qadam teşrif qilganinizda qizg'in qarshi olamiz. Aldı bilen özünüzü tunuşturup o'tsiniz. Özümü tanıştırıp ötsem, ismim Alimcan. Ben vatanimden 2013 çıkan. 2013 çıkıp 2021 yılga yaşadım. Onun için Gollandiya'ya kelgen. Vatanimden çıkan yakı vatanga qaytıp bakmadım. Hazırmış Gollandiya'da yaşayavatım. Avrupa ve dünyanın her qaysı dövletlerinde yaşayatgan Uygurlarning vatanga berish uchun Xitoyning ta'tir tashviqotiga ergishib ketib berishga qanday qaraysiz? So'zlab bergan bo'lsangiz. Avrupa'nın ve dünyanın her qaysı yerlerindeki qarindoshlarimizniki Xitoyning ta'tir tashviqotiga ergishib ketib qolgandiki haberleri kunga her yerden mesela şu TikTok bilen Xitoy teşvikatı qoraldırılmış dünyaya yayılatıdır. Şu arqılıq bilyapmiz. Mesela bu Uygurluğun vatan kelavatqanlığını biz asasen normalde özümüzdeki hayatı da bilmeyimiz. Şu Xitaylar özleri şu Uygurlar'ın şundaq yaxşı bay-bayashiyat yaşavatqanlıqqa ve vatandan bo'lgan chet elliklar Uygurlar'ın kelip ketip yaxşı yaşavatqanlığını dünyaya ve dünyadaki şu Xitayga karşı Xitayning soykırımını qo'l qilgan devletlerge karşı işletish uchun bizniki Uyghur qarindoshlarimizni shunda vatanga chaqirib, chet ellik Xitoy konsullariga chaqirib, viz berib bularni ishlariga ko'z tutish uchun va yoki şu başka Müslüman ve bizim Türk qarindoshlarimiz, O'rta Osiyolik qarindoshlarimizniki devletlerge ko'z tutish uchun biz Uygurlarning şu tor dünyası degandek biz unda nem qilmadik, kamplarni qurmadik, Uygurlarni soykırım qilmadik deganni shularga ishondirish uchun shunda bir tuzaqlarni qurib Uygurlarni aldab berib ketyapti. Bunun arasında ketayotganlar ba'zilari bilib ketayotganlar bor. Ba'zilari shaxsiy manfaat uchun o'ziniki urug' tuqqan ota-onasini bir qatam ko'rib olsam o'zi xush qilgan undan boshqa nurg'un kamplarda shahid qilingan kamplarda irchoqsi o'ltirib etilgan nurg'un qarindoshlarimizniki dunyoda hozir Xitoyninki yuziga shapaloq ashina orqali shapaloq urayotganligini bilmay bilib turib ketayotganligini aytib bir xatarli bir ahvol bu. Shuning uchun bu hozir bu ahvolimizni hamda qarindoshlarimizni qilsak chet eldagi ba'zi shunday ketayotgan yoki ketmoqchi bormoqchi bo'lgan tayyorlik qilgan qarindoshlarimizga gapirsak bularniki asosi deyilgan banasi u yerning urug' tuqqanlari bo'lsa ota-ona bo'lsa u bo'lsa bu bo'lsa deb manasi ko'rsatdi. Mesela chet elda men bu 10 yil qolibdi vatandan chiqqili aloqam uzilgili 7 yil bo'ldi. 7 yilning yoqimi telefon aloqa qilolmayotgan mezgilda endi bu qarindoshlarimiz ishda ketyapti. Endi bu qarindoshlarimiz buni desak bizim işte urug' tuqqanlarimizni ko'ngli bu deb banasi qildik. Demek ki onun bizden ota-onamiz var, urug' tuqqanlarimiz var ve şu dava qilayotgan chet elda nurg'un qarindoshlarimiz var. Ashlarning urug' tuqqan ota-onalari var demisem şu kamp şahitlerinin şeyde tug'ilib cho'ng bo'lgan qarindoshlari, farzandlari, oilasi bütün şeydeki hayatı boyunca yaşayan hamma narsa şeyde qoldi ashlarning. Ashlarga qaramasdan guvohlik berib dunyoga
Xitoyning rezilligini oshkorlagan uchun Xitoy hozir tiklab shu ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimizni shunda aytgandek ba'zilarini bilib turib, ba'zileri bilmay shunday ketyotidi. Bu nihoyatda bir ig'ir xatolik deb qarayman. Bu Uyg'ur millatiga qilgan bir ihanat. Aytganda bir Turkiyada bizniki Abdulaziz doktor ustozimiz fatvo chiqardi bu to'g'riliq. Buni men chiqarmadim, bir diniy olim Qur'ondagi hadisni chiqardi. Masalan, Xitoyninki hozir qilayotgan tashviqotiga bilsin va bilmasin, bilmaydi degan ish yo'q, biladi hammasi. Xitoyning tashviqotiga yoki Xitoyninki nimasiga yog' surganlik deb qo'yamiz. Ham shundoq bu Xitoyninki shu tashviqotlarga destek bo'lib, qavmning hammasi bir xoin, munofiq deb ham shundoq bir nim chiqardi, fatvo chiqardi. Buni men demadim, Qur'ondagi hadisni Qur'ondan keltirib fatvo chiqardi. Demak, bu qarindoshlarimiz o'zi bilib bilmaymi shundoq yo'llarga ketib qolganligini, ig'ir bir xatolikni ko'rib turibmiz. Xitoy bu təşviqat arqılıq zadı nemiga erişməkçi? Vətənki işini içivatqan qiyafətə kirib Uyğur qırğınçılığını davamlaşdırıvatqan Xitoy hazır nemişki bu təşviqatni işləvatıdı? Yani bunun arka görünüşü neme? Xitoy bu nemiga erişməkçi desangiz, bu Xitoy bu təşviqat arqılıq hazır vatanda şu chet ellik muxbirlar bo'lsin va yoki musulmon davlatlardan, arab ellerden, Türk dünyasından ziyaretga chaqirib Uyg'urlarni hozir tor dünyası ko'rayotgandek unday ish yo'q. Sizlar shekil ko'rsanglar chet eldagilar kelib ota-onasini ko'rib, urug'-tuqqanlarini ko'rib ketyotidi. Bu yerda yashayotgan qarindoshlarimiz nihoyatda erkin, rahat yashayotidi. İbadetlerini joyida qilyotidi, ishlari joyida qilyotidi degan bu tashviqotni aşağıya ko'z tutish uchun, bir sahna hazırlash uchun, onun uchun bir masalan necha kundan oldida bir 2-3 kun bo'ldi. Shu Dunyo islom tashkiloti Badi Xitoyga berib, aşağıda bir videoni ko'rdim. Videoda shu vatandagi bizniki so'zda Xitoyning tili bo'yicha terrorchilarni tutgan, terrorchilarning partlatgan, terrorchilarni tutgan qurolları degan yerlarni muzeyxonaga akirib, o'shalarni ziyorat qildirib, bizim shundaqlarga zarba berdi. Ammo normal insonlar o'zining hayotini shunday yaxshi yashayapti. Chet eldagi masalan tor dunyosida ko'rilayotgan Uyg'urlarning vatan kelib ketish ishlari va yoki vatandagi masjidlar va yoki tijoratchilar, har tipdagi odamlar o'zining hayotlarini normal yashayotdi deganni chet ellik shu Xitoyga setilgan ba'zi musulmon davlatlarga ko'z tutish uchun onundan keyin Amerikadagi va yoki Yevropadagi davlatlar Xitoyga qarshi inson haqlari tarafidan kirib, Xitoyninki qilmishlarini xato ekanligini, Xitoyning xato yo'l ketayotganligini davomli izchil ta'kidlab turganini bu nimalarga ko'z tutish uchun shu arab davlatlardagilarga bizningki bu Uyg'urlarga hech qanday bir zarar qiladigan ishlarni qilmadik. Biz yaxshi Uyg'urlarni yaxshi boy-boylik yashayapmiz, ammo bu Yevropa, Amerika davlatlari bizga faqat shu Xitoyniki bizniki yükselişip ketishimizdan ansirab, shundan bizga har xil tarafdan shular zarba beryapti deganni ko'zir qilib, Uyg'urlarni ash shaklda ko'zda bashada vatandagi har xil tashviqotlarni olib beryapti hozir. Buni tor dunyosida ko'rib turibmiz. Shuning uchun bu Xitoy shu musulmon davlatlar, Türk davlatlarini bizning qarindoshlarimizni aldash uchun shularniki azroq bir iqtisodiy yordam qilib qo'yiblar. Anındagi yolg'on sahnalarni yasab,
anda dünyadaki Müslümanlarga, bizim Müslümanların diniga hech qanday ishqimni teşvik qilish uchun shu hareketini qo'llanib hozir shuningda foydalanmoqchi Xitoy. Sizce Xitoyning ta'tir tashviqotiga aldanıp ketganlar kimlar? Xalqimizni bu aldamchilikdan yoki bu ta'tir tashviqotdan qanday ogohlantıra olaymiz? Menimcha bu Xitoyning ta'tir tashviqoti oldim ketayotgan qarindoshlarimiz oz sondagisi endi bu oldim ketayotgan shu oz sondagi bu insonlar hamda ko'p sondagilar endi ishonmaydi bu Xitoyning bu tashviqotlariga. Az bir qismdagi qarindoshlarimiz Xitoyning tashviqotlariga bilib va yoki bilmay olinib ketyapti. Qanday desangiz bu masalan ba'zilari ashadagi urug' tuqqanlarni ota-onasini bir qatim bir ko'rib kelib olish orzusi bilan bordi, ammo Xitoy uningdan qanchalik foydalanib ketganligini, Xitoy dunyoga qanchalik bir rasmiy qilib ko'rsatganligini az bir qism bilgan bo'lsa-mu, yine bilmagan kishi olib berib o'shaga beryapti. Unda kishilar endi bir shaxsiyatchi deb qarayman men endi. Shaxsiyatchi bir umumyuzlik bir Sharq Turkistonda bir millatni yo'q qilish niyati bilan ketayotgan bir Xitoyga endi o'zining shaxsiy manfaatini deb butun 35 milyon xalqning irodasi bilan bir o'ynashganlar deb qarayman men endi. Bu qarindoshlarimizniki Türkiye'de veya Avrupa, Amerika her devletlerde nazırmış doğruluğunuz görüşümüzce mağdur teyarlık olatkan veya ki berip kelgenlerini görüp şu duyumdan Xitay'da teşvik kılıp taqatkan videosunu köreleykenimiz şu videoda çıkıp durdu. Şu videoda da bir resim düşünsek oldu. Hem de Vatanga necha vaqtning yoqi, necha yilning 3-4 5 yil, 6 yilning yoqi hech kimni bag'izmay, chiqarmay, kirgizmay qilayotgan bu Xitoy hozir tuyuqsizla Uyg'urlarni voy siyosatni yaxshilik kelinglar deb bir dasturxon hazırlagan dasturxonlarga ketayotgan bir qism Uyg'ur endi aldandım ki desek ama bir şey normal hayatını şundak yaxşı yaşayıp etip aldanma yaşayotgan insanlar ama Xitoyga kelgan vaqtida o'zining shaxsiy manfaat o'ziniki shaxsiyatchiligidan oldin ketib qolgan bir qism qarindoshlarimiz bor. Bularni qanday to'simiz deganda hamda bu qarindoshlarimizni hozir sharoitda hech kim to'solmaydigandek turdi. Qanday desangiz hozir hamda vatan degan hamda shunday qanaqa hammamizning bag'risi bor. Hammamizning hozir mening bag'rim bor, sizning bag'ringiz bor, butun millatniki bag'risi bor. Anda bo'lgandan keyin bu qarindoshlarimiz vatanga berib olib, bir qatim vatanga berib kelib oldi ekanman, voy ota-onamni ko'rib kelib oldi ekanman deb shu maqsadda ama şu maqsadda bordi, lekin o'zining qanchalik oldin ketib qolganligini va yoki Xitoyninki ta'tir tashviqotiga moslashib ketib qolganligini bilib bilmay ketayotgan ba'zi qarindoshlarimiz bu qarindoshlarimizni tutishimiz menimcha tez deb qarayman. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan olim efendimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat, men sizga rahmat aytaman. Alloh oman.